Hurmatli obunachilar, Arashanda elitasini, tozasini boqaman degan akalarimizga Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan go'zallaridan keldi. Videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, yaxshi komment yozib turing. Inshaalloh zo'rlarini chiqarib sizlarga ko'rsatib beramiz akalar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar akalar. Videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rasizlar. Xudo xolasa Qirg'iziston Bishkekdan olingan toza Arashan liniyalik sovg'alarimiz va bularni birma-bir olib chiqib sizlarga qo'ldan kelganicha narx-navolarini, to'liqroq va batafsil ma'lumotlarni qo'ldan kelganicha sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz akalar. Bittadan like bosib, yaxshi komment yozib turinglar. Xudo xolasa sizlarga narxlarini yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bugun hafta kuniga seshanba 18 noyabr 2025-yil. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, o'zimizda xonadonimizda, o'zimizda qo'ylarda Xudo xolasa olib chiqib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Toza Arashan qo'ya olaman degan akalarimizga yuborib qo'yish eslaringizdan chiqmasin akalar. Birinchi partiyamizga Krasavchik liniya toza Arashan 7 oylik qo'z sovlig'imiz. Qo'ydi qaranglar, mashallah. Idealniy holatda hamma tomonlama zo'r. Oling, mana maza qilib bolalarini olib ko'paytirib yurasizlar. Xudo xolasa bo'ylari zo'r, yoshlari 7 oylik, kalla garbonoslari hamma tomonlama zo'r. Ranglari ham brend rangda. Dumbalarini ham ko'rsatingchi. Mana dumba razrizlari tikka. Xudo xolasa olinglar, zo'rini, elitasini boqaman degan akalarimiz shoshilinglar. Oyoq kiyimlari hamma yo'g'i zo'r. Arashan yarichkasida mana. Xudo xolasa ag'ini ham o'girib. Mana. Akalar olinglar mana. Zo'r keldi. Bunaqasi hadeb ham kelolmaydi. Inshaalloh yaxshi narsa. Hop, bo'yi 80 oshiqroq. Xudo xolasa dumbalari oq, yuzlari hamma yo'g'i kelishgan. Kimga ma'qul kelsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa zo'rini eng brend tozasini boqaman deganlar aloqa chiqsalaring O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari mutlaqo tekin yetkazib beramiz akalar. Mana bellarini yo'g'onligini qaranglar. Hamma yo'g'i zo'r. Oyoq kenglik, razrez, hamma tomonlama zo'r. Bunaqa qo'yda aybi yo'q. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Shoshilinglar obunachilar. Zo'ri kelganda Xudo xolasa sizlarga ilinamiz mana. Qo'yda qaranglar. Hop, narxini akalar telefonda kelishamiz. Ko'pchilik narx aytsak tushunmaydigan odamlar kommentga yozyapti-da. Hop, narxini telefon qilsalaring hammaga bir xil narx aytiladi, har xil narx aytilmaydi. Xudo xolasa kimga ma'qul kelsa, ishqibozlari aloqa chiqaverasizlar. Bo'lmasa ikkinchi partiyani olib chiqib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga bo'ydoridan oyoq qo'li uzun-uzunidan so'ragan akalarimizga 2 dona uddorada mana akalar. Tozasini boqaman degan akalarimizga Xudo xolasa go'zallaridan keldi. Buni qaranglar. Oyoq qo'li uzun-uzunida mana. Xudo xolasa qo'zidan ekitishga o'tyapti inshaalloh. Qo'ydi qaranglar. Kalla garbonoslari hamma tomonlama zo'r. Quloqlarida sirg'alari bor. O'ta tekis narsalar. Qo'ydi qaranglar. Mashalloh. Dumba razrizlari hamma yo'g'i cho'tki mana. Mana qaranglar. Qo'zidan ekitishga o'tyapti. Inshaalloh qo'chqorga qo'shishga tayyor. Oborib boq, yaxshi liniyali qo'chqorlaring bo'lsa, Xudo xolasa qo'ssalaring inshaalloh yaxshi nasl beradi. Mana kallalarini qaranglar. Hamma tomonlama zo'r. Bo'ylari ham inshaalloh o'ta tekis narsalar. Qo'zidan ekitishga o'tyapti. Bo'ylari 80 plus atrofida inshaalloh. Ishqibozlari aloqaga chiqaverasizlar. Eng tozasini, zo'rini boqaman degan akalarimiz telefon qilinglar, dastlabkilarni qilib yetkazib beramiz. Jullari ham simjul. Buni qo'ylarga qaranglar. Hamma yo'g'i mushli. Mana jonivorlar, dumba razrizlari, ranglarini qaranglar. Jullari simjul, hamma yo'g'i mushli. Olinglar mana hamma tomonlama zo'r. Qo'ylar maqtashga arziydigan qo'ylar mana. Qo'ylarga qaranglar. Ay jonivor. O'ta shashda. Mana. Mana. O'yla, turishini qarang. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa dastlabkilarni qilib yetkazib beramiz akalar.
Narxini telefonda kelishamiz. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Bugunga mana shu qo'ylarimiz bor edi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab. Va xolasa eng zo'rlari Davronbek Uz kanalida chiqadi aka. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar.